Hozir sizga bitta gapni aytaman, yaxshilab eshitib oling. Birovni yolg'on gaplar bilan ishontirib, seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh guvoh, umrimning oxirigacha yoningdaman. Alloh guvoh, seni juda qattiq sevaman. Alloh guvoh, senga xiyonat qilmayman deb yarim yo'lda tashab ketganlar. Sizlarga ham vijdoninglar qiynaladimi? Birovni o'ziga o'rgatib qo'yib, tashab ketganingizdan keyin mazza qilib yashaysizmi? Agar bilganingiz edi, birovni dilini og'ritish qanchalik gunohligini, hatto yaqiniga ham yo'lamasdingiz. O'zingizga o'rgatib tashab ketasiz. O'zingiz ketgandan keyin qiynalib, yig'lab Allohga ko'z yosh to'kadi. Alloh esa buni javobsiz qoldirmaydi. Agar gaplarim tegib ketsa, hisobmas. Teshib ketsin.